Bu dunyoda abadiy unutolmaydigan ikki odamimiz bor. Ularning biri otamiz, yana biri onamiz. Chunki ular bizni bu dunyoga operida qilgan hayotlik manbayimizla emas, balki bizning o'sib yetilishimizga hamroh bo'lgan kuchlik yo'lanchigimiz. Bu xil shartsiz muhabbat va badal dunyodagi eng ulug' va eng cho'nqur hissiyot bo'lsa kerak. Biz ingalab yerga tushgan ashu daqiqadan boshlab ota-onamiz bizning kishilik hayot safarimizga yo'l ochgan edi. Shuningdan e'tiboran ular biz uchun untinsiz badal to'lab, bizga atab illiq panogoh tayyorladi. Bu shartsiz himmat ota-onamiz bizga hadiya qilgan eng qimmatli boyliq. Shundaqla biz ömür bo'yi qaytarib bo'lolmaydigan qarz xolos. Halbuki biz ota-onamizning bu qimmatli mehriga minnatdorlik etishni hamisha unutib qelyapmiz. Jumladan xizmat va uyg'unish oldirashligi bilan ularga hamroh bo'lishga cho'limiz tegmayotdi. Ba'zida hatto yo'qlan ishlar sababli ularning og'zini g'erishlab ketamiz dedi. Ammo kunlarning birida ashu ishlarni yodimizga olgan chog'larimizda ota-onamiz bilan birga o'tkazgan ashu daqiqalarning eng go'zal va eng qimmatli aslimalar ekanligini his qilamiz. Ota-ona mehri quyosh kabi illiq va mangulik muhabbat. Ularning bizga bo'lgan talmurish va azgu tilaklari hamisha ko'zlaridan balqib turadi. Mayli utib chiqayli yoki mag'lub bo'lib ketayli, ular boshdan oyoq yenimizdan ayrilmay bizga eng kuchli madadkor bo'ladi. Ularning tabassumi, tortishlari, gap so'zi va ish harakatlaridan bizga bo'lgan cheksiz mehr ko'yimi va tamasiz himmati to'kilib turadi. Halbuki biz hadislar o'zimizning orzu istaklari va baxt saodatiga intilish bilan bo'lib ketib, ota-onamizning biz uchun tatgan jabr jafosi bilan to'lagan badallariga sal qarab qelyapmiz. Hamisha degudek ularning mehriga javob qaytarishga vaqtim yetarli-ku deb o'ylab, vaqtning untinsizlik o'tib ketadiganligini, asta-asta cho'ng bo'lishimizga agishib, ota-onamizning yoshlik bahoridan g'imsida xo'shishadiganligini unutib qelyapmiz. Qo'limizdan keladigini faqat sanoqli qolgan mushu kunlarda imkoniyatning boricha ularga hamroh bo'lib, ularning hikoyalariga quloq selib, ularning xushalliqlari bilan qayg'ularidan tang bahrlanish xolos. Ota-ona mehri quyosh kabi illiqligi va oydin kech kabi timtosligi bilan kishilik hayot musofasida bosgan har bir qadamimizga har daqiq hamroh bo'ladi. Ota-ona mehri okean kabi tran, osmon kabi poyonsiz bo'lg'achqa uni abadiy qaytarib bo'lolmaymiz. Ota-ona mehri nurliq chiroqqa o'xshash ilgirlash yo'limizni yo'ritish bilan birga xuddi illiq panogoh kabi mushkulchilikda qolgan chog'larimizda bizni bag'riga bosadi. Ota-onamiz bizni bu dunyoga operida qilgan, bizga mehr ko'yimini shaxsiyatsiz atagan, ammo buning uchun himmat talab qilmaydigan kishilar. Shunga biz ömür bo'yi ularga minnatdorlik aytishimiz kerak. Demak, hayotimizdagi eng cho'ng qarzdorlik ota-onamizning bizga yetkazgan mehr ko'yimi bo'lsa kerak.